لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli azizlar, bugungi suhbatimizda Madina Munawvaradan qaytish va ihromga kirishga oid ba'zi bir masalalar haqida suhbatlashamiz inshaalloh. Demak, Madina Munawvarada bajariladigan ziyoratlar, qilinadigan ibodatlar oxiriga yetgandan keyin Makkaga qaytish vaqti aniq bo'lgach, endi oxirgi namozni o'qish uchun payg'ambarimiz masjidlariga kirganda bu namozni o'qib bo'lib alohida bir duoga bel bog'lanadi. Ya'ni bu joylarga qayta kelishlikni o'zing nasib qilgin. Bu kelishim oxirgi kelish bo'lib qolmasin deb turib Allohga qattiq yolvorib Allohdan so'raladi va boshqa duolarni qilinadi. Bu duolardan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga salom berishga harakat qiladi. Ya'ni huzurlariga kirib qabrlarni ziyoratiga borib, odatda Madinaga yangi kelgan paytda salom berganmiz-ku, xuddi shunday qilib agar imkon bo'lsa mana shunaqa salomlarni berib, Hazrati Abu Bakr Siddiq, Hazrati Umar roziyallohu anhularga ham salomlarni berib, keyin mana shunday chiroyli holat salom berib, agar yo'q kirishga sharoit bo'lmasa, vaqt ko'p ketib qoladigan bo'lsa, shoshilinch holatlar bo'ladigan bo'lsa, masjidni qayerdan turib bo'lsa ham shu yashil gumbazlarga qarab shu Rasulullohga salomlar, u oldidagi zotlardagi salomlarni yo'llab, u joyda qattiq duoyi tazarrular qilinadi. Endi duolar qilib, o'zi bu dunyosiga yo oxiratiga kerakli bo'ladigan barcha duolarni qilib, keyin duoni oxirida kitoblarimizda keltirilgan bir duo bor. Shuni ham o'qiydi. Ya'ni Allohumma la taj'al hadha akhiral ahad bi nabiyyika va masjidihi va haramihi degan deb boshlanadigan duo. Ya'ni Allohim bu payg'ambaring va u zotni masjidlari, haramlariga bo'lgan meni bu ziyoratimni oxirgi ziyorat qilib qo'ymagin deb boshlanadigan duo. Shuni oxirigacha ya'ni o'qiydi. Ya'ni qayta Allohdan so'raydi-da, bu joyga meni kelishimni oxiriga qilib qo'ymagin, tez bu payg'ambaringni qabrlarini ziyoratiga, bu zotlarga salom yo'llashlarga tez kelib turishimni o'zing nasib qilgin degan mazmunlarda bir qancha duolarni qilib, odob axloq bilan chiroyli holatda, ya'ni sekin bir qandaydir eng yaxshi ko'rgan zotingizdan xayrlashayotganda qanaqa bir xayrlash qiyin bo'ladi. Mana shunaqa holatda odob bilan sekin Masjidi Nabaviydan, payg'ambarning masjidlaridan imkon bo'lsa yig'lab chiqib ketiladi endi. Xo'p, mana shunday qilib, mana shu ishlarni qilishlik odob. Ya'ni qilgan odam juda katta savob oladi, qilmagan odam hech qanday gunohkor bo'lmaydi endi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni masjidlaridan mana shunday ya'ni chiroyli holatda xayrlashib chiqqanimizdan keyin o'zi Makka ga qachon ketishimiz ma'lum. Shu ketishdan oldin albatta ihromga kirishga tayyor bo'lib tushamiz avtobuslarga. Xo'p, ihromga kirishdan oldin nima qilinadi desa, kitoblarimizda o'zi aytilgan, ya'ni birinchi bir tirnoqlar o'sgan bo'lsa tirnoqlar olinadi, soch soqollar tartibga keltiriladi. Xo'p, agar shu badandagi ortiqcha tuklarni olinish lozim bo'lsa, ular olinadi. Mana shunday holatda misvaklar ishlatib, tish pastalar ishlatib, xullas pokiza bo'lganimizdan keyin g'usl qilinadi endi. Shu o'zimizning mehmonxonamizda g'usullar qilib, agar kimdir mabodo g'usul qila olmasa, vaqt sig'dirmay qolsa, ulgurmay qoladigan bo'lsa, tahorat qilsa ham bo'laveradi deydi kitoblarimizda, lekin g'usul qilgani afzal endi. G'usullarni qilib, erkaklar ikkita kiyim kiyadi endi. Ya'ni izor deb qo'yamiz. Shuni beldan pastiga, ya'ni kindiklarni ham yopadigan qilib, beldan pastiga o'raladigan narsa. Endi rido deyiladi, uni ikki yelkaga tashlanadi endi. Ikki yelkaga tashlab olinadigan mato bu. Ridoni ikki yelkamizga tashlaganimizdan keyin u 10 yelka ochib olinmaydi. Chunki hozir ochadigan payt emas. Qachon ochiladi desa, Makka Mukarramaga borib tavofni boshlashdan oldin 10 yelka ochiladi. Ungacha 10 yelka ochilmaydi endi. Demak, ridolarni kiyib, erkaklar mana shu ikkita kiyimni kiyish kerak. Boshqa biror bir kiyim kiymaslik kerak erkaklar. Misol uchun u mayka bo'ladimi yo ich kiyim bo'ladimi, paypoq bo'ladimi, boshqa birorta kiyim bo'lmaslik kerak. Mana shu ikkita kiyimda ihromga kirishga tayyor bo'lib, bu ikkita kiyimni kiyishdan oldin xushbo'ylanish kerak deyiladi kitoblarimizda. Ya'ni hali ihromga kirganimiz yo'q, g'usul qildik, g'usul qilgandan keyin
endi xushbo'yliklarni surtish mumkin. Bemalol xushbo'yliklardan ishlatib, keyin ikkita kiyim kiyiladi. Ikkita kiyim kiyib, endi avtobusga aytilgan vaqtdan kech qolmasdan tushilinadi. Ayollar ham xuddi shunday. Ayollar ham shunaqa yuqorida aytilgandek, usul qilishdan oldin pokizalanib, g'usullarni qilib, ular ham o'zlariga ma'qul bir kiyimlarni kiyadilar. Ayollarning ehrom kiyimi ma'lum bir maxsus ehrom kiyimlari yo'q. Ular o'zlariga ma'qul shunaqa sodda, oddiy bir e'tiborni jalb qilmaydigan bir kiyimlarni kiyadilar. Yana bir e'tibor beriladigan tomoni, unaqacha yupqa, ich ko'rinadigan kiyimlarni kiymasliklari kerak. Shunaqa har tomonlama ma'qul bir kiyimlarni kiyib, ular ham shu avtobusga o'z vaqtida tushadilar endi. Mana shunday holatda erkak va ayollar ehromga kirishga tayyor holatda avtobusga tushamiz. Endi bu joyda mehmonxonaning o'zida ehromga kirib olmaymiz. Chunki Zulhulayfadan ehromga kirishlik, ehromni shu joydan boshlashlik u sunnat bu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham Zulhulayfaga borib ehromga kirganlar. Zulhulayfa shu Madina Munawvaradan bir taqriban yarim soatlik yo'l, avtobusda yarim soatga yetib olinadigan yo'l. Shu joyga borib, ya'ni ehromga kiramiz. Endi Zulhulayfaga borgandan keyin u joyga borib shoshilmasdan, u joyda odamlar juda ko'p bo'ladi, avtobuslar ham ko'p, odamlar ham ko'p bo'ladi. 50 boshini ko'rsatmasiga muvofiq avtobuslardan tushib, shu jamoadan ajralmagan holatda shu masjidga kiriladi. Masjidga kirgandan keyin kimnidir tahorati sinib qolgan bo'lishi mumkin. Hani u joyda 50 boshini ruxsati bilan borib tahoratni yangilab kelinadi endi. Endi g'usul qilay desa, u ko'pchilik uni kutib qolishligi mumkin. Shuning uchun tezlik bilan tahoratini qilib keladi-da. Endi 50 boshi o'zi bilib, erkaklar namoz o'qiydigan joyga kirgizadi, ayollar namoz o'qiydigan joyga kirgizadi. Masjidga kirgandan keyin 2 rakat ehrom namozi o'qiladi. Bu ehrom namozini qanday o'qilishi siz azizlarning kitobingizda batafsil bayon qilingan. Namozni o'qib bo'lgandan keyin umraga niyat qilamiz. Ya'ni Allohumma inni uridul umrata fayassirha li va taqabbalha minni. Allohim, men umra qilishlikni niyat qilib turibman, uni o'zing oson qilgin va qabul qilgin degan mazmundagi duo. Bu duoni o'qib bo'lgandan keyin labbayk Allohumma aytamiz. Chunki ehromni 2 rakat namozi va umraga niyat qilish va labbayk Allohummalarni bir joyda aytishlik sunnat amal hisoblanadi. Keyin endi 50 boshi qaysi joy, masjiddan chiqib qaysi joyda 50 boshi turing degan bo'lsa, shu joyga yig'ilinadi endi. U o'zicha bir joylarga ketib qolish bo'lmaydi. Misol uchun masjidga kirishdan ham oldin 50 boshi aytadi-da, falon joyga yig'ilamiz, mana shu joyga yig'ilamiz. Hamma yig'ilib bo'lgandan keyin hammamiz keyin yuramiz deyiladi. Demak, shu 50 bosh qayerga aytgan bo'lsa, shu joyga chiqib turiladi, labbayk Allohumma aytib, hamma chiqib bo'lgandan keyin yana tartib bilan jamoadan ajralib qolmasdan yana avtobusga o'tiriladi endi. Demak, mana shu bilan u ehromga kirgan bo'lamiz. Shu labbayk Allohumma aytishimiz bilan, 2 rakat namoz o'qildi, undan keyin niyat qilindi. Endi labbayk Allohumma aytishimiz bilan o'z-o'zidan biz umraga, haqiqiy ehromga qadam qo'ydik, ehromga kirgan bo'lamiz. Bundan bu yog'iga endi bizga ehromda man qilingan narsalarni qilishlik aslo mumkin bo'lmaydi. Avtobusga o'tirgandan keyin labbayk Allohummalarni aytib, baralla aytib ketiladi. U erkaklar ovozini baland qilib aytadi deydi kitoblarimizda. Ayollar o'zlari eshitadigan darajada labbayk Allohumma aytadilar. Labbayk Allohumma aytishga ham g'ayrat qilish kerak. Ba'zilar 2-3 marta aytadi, shu bilan to'xtab qoladi. Vaholanki kitoblarimizda labbayk Allohumma qancha ko'p aytsa, ajr savobi ko'pligi borasida bir qancha hadis shariflar kelgan. Jumladan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadis shariflarda aytadilarki, "Ma min mulabbin yulabbi illa labba ma an yaminihi va shimalihi min hajarin aw shajarin aw madarin hatta tanqati'a al-ard min hahuna va hahuna." Rawahu Ibn Majah. Ibn Majah rahimahulloh rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, kim agar qaysi bir ehromga kirgan odam u labbayk Allohumma aytadigan bo'lsa, uni atrofidagi toshlar u daraxtlar u hatto kesaklar ham labbayk Allohumma aytadi. Shu yer tugagungacha, ya'ni mag'ribdan mashriqgacha bo'lgan shu narsalar hammasi labbayk Allohumma aytadi deydilar. Ya'ni bu juda katta ajr mukofot. Biz labbayk Allohumma aytadigan bo'lsak, ehromga kirgandan keyin o'z-o'zidan shuncha narsani labbayk Allohumma aytishiga sababchi bo'lamiz va inshaalloh ajr mukofotga erishamiz. Shu labbayk Allohumma aytish masalasida kitoblarimizda keltiriladi. Har bir holatdan ikkinchi holatga o'zgarganda labbayk Allohumma aytilaveradi deydi. Misol uchun namozda
Allohu akbar deymiz-ku, bir holatdan tik turgan bo'lsak, rukuga boradigan bo'lsak Allohu akbar deymiz. Qaytadigan bo'lsak, samialloh. Har bir holatdan ikkinchi holatga o'tganimizda namozda Allohu akbar deymizmi? Bu labbayk Allohumma ham xuddi shunday narsa. Ya'ni bir hoji odam ehromga kirgandan keyin bir holatdan ikkinchi holatga o'tayotganda albatta labbayk Allohummani aytish kerak. Qancha ko'p aytsa, yuqorida aytganimizdek, shuncha ajr mukofotlarga erishadi. Mana shu o'rinda bir masala, endi uzrli ayollar masalan, u qanday ehromga kiradi? Bular mana shu holatlarda nima ishlar qiladi degan masala. Bilamiz, ayollar har oyida bemor bo'lib turadilar. Uzrli holat bo'lib turadi ularda. Ular qanday ehromga kiradi? Ular Madina Munawvaradan qanday holatda yuradi desa, ulamolar aytadilarki, kitoblarda keltiriladi. Sog'lom ayollar qanday bo'lsa, bular ham xuddi shunday holatda. Bular ham shu yuvinadi. Ehromga kirishdan oldin, ehrom kiyimlarini kiyishdan oldin ular yuvinadi yoki agar tahorat qilish kerak bo'lsa, agar yuvinishga imkon topa olmay qolsa, tahorat qiladi. Bularning yuvinishi bu haqiqiy pok bo'lganda yuvinadigan yuvinish emas bu. Bu oddiy bir tozalanish maqsadida yuvinadigan ehromga kirishdan oldingi yuvinish hisoblanadi bu. Demak, bular mana shunaqa usul qilgandan keyin xuddi boshqa bemor bo'lmagan ayollardek ular ham xuddi shu Zulhulayfaga boraveradilar. Faqat bitta farqli tomoni, ular Zulhulayfaga borib masjidga kirib namoz o'qimaydilar. Shu avtobusda o'tirib tursalar ham mayli deydi. Shu avtobusda o'tirib turganlari ma'qul. Chunki ular shu masjidga kirmagandan keyin ular adashib qolib, avtobusni yo'qotib qo'yishlari mumkin. Shuning uchun avtobusda o'tirib, o'zlari shu joyda shu umraning niyatini qiladilar. Yuqorida qanday sog'lomlar, bemor bo'lmaganlar niyat qilgan bo'lsa, xuddi shunday niyat qiladi. Orqasidan labbayk Allohumma aytib, mana ehromga kirdi endi bu ayol. Endi bu ham mehmonxonada kirolsa ham bo'lardi, lekin bu Zulhulayfada borib ehromga kirishlik sunnat bo'lganligi uchun shu avtobusda o'tirgan holatda ehromga kiradi. Uni tahorati sinib qolgan bo'lsa ham farqi yo'q. Chunki baribir u tahorat qilib namoz o'qiy olmaydi endi u. Shu avtobusda o'tirgan holatda labbayk Allohumma niyat qilib, labbayk Allohumma aytib, u ehromga kirgan bo'ladi. Endi odamlar u avtobusga chiqib o'tirgandan keyin ular bilan birgalikda labbayk Allohumma aytib, chiroyli holatda Makka mukarramaga boradi. Makka mukarramaga borgungacha ham labbayk Allohummalar, zikr, tasbihlar, hamma narsa. U uzrli ayol faqat Qur'on o'qimaydi xolos, yo'llarda ham zikr, tasbihlar, salovatlar hammasini aytib labbayk Allohummani ko'paytirib boradi. Uzrli ayol ham hamma bilan birgalikda Makka mukarramaga borib, endi mehmonxonaga joylashgandan keyin endi boshqalar bu uzri yo'q, bemor bo'lmagan ayollar hammalari endi jamoa bilan borib ular tavof qiladilar, Ka'batullohni masjidga kirib sa'y qiladilar. Bu endi to'xtab turadi. Bu pok bo'lishligini kutib turadi, mehmonxonada o'tirib turadi. Mehmonxonada zikr, tasbihlar, bir ma'ruzalar eshitish mumkin, kitob o'qish mumkin, haj masalalarini o'rganish mumkin va hokazo. Shu namoz o'qimaydi, Qur'on o'qimaydi. Qolgan barcha shu zikr, tasbihlar, ibodatlarni qilishi mumkin. Demak, bu ehromdagi holatda turibdi bu ayol. Yo'qda hushyor bo'lish kerak. Masalan, u uzrli hali 2-3 kun cho'ziladimi yoki qancha cho'ziladigan bo'lsa, ehromdagi holatda turibdi bu. Ehromdagi kishi qilishi mumkin bo'lmagan narsalarning birortasini qilmaydi u. Misol uchun, qanday xushbo'ylanishlardan foydalanmaydi yoki xushbo'y sovunlar bo'ladi, atir sovun deb qo'yamiz, shunaqa sovunlarni ishlatmaydi. Misol uchun kir sovunni ishlatishi mumkin. Uncha-muncha kiyimlarni yuvishlik uchun kir sovunlarni ishlatishi mumkin. Xushbo'y shampunlardan foydalanmaydi. Misol uchun ustidan suv quyishi mumkin, bemalol, oddiy suv bilan yuvinishi mumkin. Xo'p, kiyimlarni almashtirish mumkin, bemalol o'ziga qulay mehmonxonada kiyadigan qulay kiyimlarni kiyishi mumkin. Tashqarilarga chiqishi ham mumkin u xohlagancha, misol uchun bir joylarni ziyoratiga, lekin masjidlarning ichiga kirmaydi. U Masjidul Haromga jamoasi bilan boradigan bo'lsa ham, u masjidga kirmasdan tashqarida, masjidning tashqarisida o'ziga o'xshagan bemor ayollar bilan zikr, tasbihlar, duolar qilib, shu joylarni ziyorat qilib o'tirib turadi endi. Demak, qachon endi pok bo'lgandan keyin bu g'usulni qiladi. Haqiqiy mana poklanishni g'usulni qilib, endi shu Ka'batullohga qarab borib, Masjidul Haromga kirib, 7 marta tavofini qilib, sa'yini qilib, sochlarini oldirib ehromdan chiqadi. Demak, mana shu bilan bu uzrli ayolni umrasi oxiriga yetgan bo'ladi. Mana shu o'rinda bir ba'zilarda shunaqa xatolik holatlar bor. Shu o'zi ehromda o'tiribdi, shu yuvinib, g'usul qilgandan keyin alohida yana Oysha onamizni masjidlariga borib, yangitdan yana ehromga kirib kelar ekan. Bu xato narsa bu. Bunda jinoyat bo'lib qoladi. Bu bir ibodatda, hal umraga kirgan ibodatni tugatmasdan turib, yana bitta umraga ehrom bog'lab olsa, ikkita ibodatni o'rtasini jamlagan bo'ladi-da, qo'y so'yish lozim bo'lib qoladi.
Shuning uchun bunday ayollar hushyor bo'lishlari kerak. Bular ehromda bular. U garchi nopok holatda bo'lsalar ham ehromda hisoblanadilar. Pok bo'lib yuvingandan keyin u Oysha onamiz masjidlariga borish shart emas. To'g'ri haramga borib u umrasini davom ettiradi endi. Azizlar, mana shu joyda yana bir masala. U ko'pincha bu xatoga uzrli ayollar yo'l qo'yadilar. Misol uchun ular uzrliman deb turib, shu Madina Munawvaradan kelayotganda Zulhulayfadan ehromga kirmaydilar. Men nopokman-ku deb turib. Aslida yuqorida aytdik, ular ham albatta ehromga kiradilar. Mabodo shunaqa holat bo'lib, men nopokman-ku deb turib ehromga kirmasdan Makka Mukarramaga kelib qoldi bir ayol kishi, nima qiladi desa, kitoblarimizda aytadiki, bu eng yaqin Makkaga eng yaqin miqotga chiqadi endi. Makkaga eng yaqin miqot Toif u. Toif 86 kilometr atrofida, shu joyga borib yangitdan ehrom bog'lab keladi u. Chunki bu ehromsiz miqotdan o'tib ketganligi uchun zimmasiga bitta qo'y so'yish lozim bo'luvdi endi. Bu shuni yo'qqa chiqarish uchun, bekor qilishlik uchun eng yaqin miqotga borib ehrom bog'lab keladi endi. Shu ehrom bog'lab kelsa, o'z-o'zidan zimmasidagi qo'y soqit bo'ladi. Endi bu ayol endi bormayman dedi, misol uchun, yo'q deb sharoit ko'tarmadi, shuni bormayman qandaydir deyapti endi. Bu gunohkor bo'ladi, lekin bu qo'y so'yib berish kerak bo'ladi endi. Qo'y so'yib ber, chunki miqotdan ehromsiz kirdi endi. Qayerda turgan bo'lsa, Makkani qayerda turgan bo'lsa, shu joydan ehromni bog'laydi endi, bog'lab o'zini ehtiyot qilib turadi endi u. Chunki pok bo'lgungacha hali bu ehromda bu shunday turadi, keyin pok bo'lgandan keyin borib bu umrasini oxiriga yetkazadi, tavofini-yu, sa'ylarini hammasini qiladi endi. O'zi umuman olganda mana azizlar, miqotdan ehromsiz o'tib ketish haqida gap ochilib qoldi. Bu umumiy masala bu erkaklar va ayollarga tegishli. Kim agar Makka Mukarramaga qasd qilib ketayotgan bo'lsa, yo'lidan qaysi miqot chiqsa ham undan ehrom bilan o'tish kerak. Masalan, O'zbekistondan to'g'ri Makkaga qarab ketyapti. Masalan, haj mavsumida-ku Madinaga borib, Madinadan keyin u yerdagi ziyoratlarni qilib, keyin Makkaga boriladi. Misol uchun boshqa paytlarda ham masalasini aytib qo'yaylik. O'zbekistondan to'g'ri Makkaga qarab ketyapti. U Madinaga bormoqchi emas, to'g'ri Makkaga boradigan bo'lsa, u Jiddaga tushmasdan turib ehromga kirib olish kerak bo'ladi. Chunki ehrom miqotdan Makkaga qasd qilib ketyaptimi? Miqotdan ehromsiz o'tishligi durust emas. Endi u Jiddaga tushib Madinaga boradigan bo'lsa, u Jiddaga borgungacha ehromga kirish shart emas. Chunki uni maqsadi Makka emasda, Jiddaga tushib Madinaga ketish uni maqsadi. Demak, u Madinaga borib ziyoratlarni qilib qaytishda keyin ehrom bog'laydi endi. Demak, mana shu masalani ham yaxshi bilib olishimiz kerak. Demak, maqsadimiz to'g'ri Makkaga borish bo'ladigan bo'lsa, yo'ldan chiqqan miqotdan ehrom bilan borishimiz kerak. Agar yo'q, Jiddaga tushib Madinaga borish bo'ladigan bo'lsa, unda bizga ehrom shart qilinmaydi. Endi hajga boradiganlar u to'g'ridan to'g'ri Madinaga boradi. U hojilarimiz ham shu niyat qilib olishlari kerak. To'g'ri Madinaga boramiz deb niyatlari shunday bo'lsa, o'z-o'zidan Madinaga boriladi. Madinadan keyin Madinadagi ziyoratlar tugagandan keyin Zulhulayfadan ehrom bog'lab, keyin Makka Mukarramaga boriladi. Hurmatli azizlar, bugungi sizlarga aytmoqchi bo'lgan masalalarimiz shulardan iborat. Keyingi suhbatlarimizda inshaalloh ehromga kirgan odam nimalardan o'zini ehtiyot qilish kerak, nima narsalar unga ruxsat, shunga oid masalalar haqida to'xtalamiz. E'tiboringlar uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.